Mana pastdan ko'rinishi. Bitkizgan obyektimizni. Bu ikkita o'rin bo'ldi. 50 sm ko'tarildi. U yog'i divan bo'ladi. Spalna. Ikkinchi etaj. Bu yog'i lestnitsa mana, lestnitsamiz. Bu yog'i mana bu yog'i shkaf. Shkaf mebelni. Lestnitsamiz pastdan ko'rinish holati. Zabojnoy. 15 ta stupenka tushdi. 25 ga 19,5 bo'ldi. Bu obyektimiz boshlaganimizga Xudo xolasa mana 11 kun bo'ldi. 11 kunda 12 kunda poli bilan tugatamiz. Barchaga omad, kuzatishda davom etinglar.